hozirgi kunda 40 yoshgacha bo'lgan ayollarda klimaks erta rivojlanayotgan ekan, nimaga? Barcha ayollarimizda hozirgi kunda stress asri bo'lib qoldi-da. Stress bu hamma gormonlarni, har bitta organizmni hujayralarigacha o'zgartiradigan jarayon. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yeyotgan ovqatlarimizda har bittasida bilasiz, umuman tabiiylik qolmadi. Hammasida bir ximikal bor yoki kimik qo'shimchalar mavjud yoki krasitellar mavjud. Bular har bittasi organizmdagi hamma gormonal jarayonlarga ta'sir ko'rsatmay qo'ymaydi. Uchinchisi bu turmush tarzimiz. Avvallari bilsangiz, onalarimiz, opa-singillarimiz hammasi juda ham mehnatda o'tgan. Bilasiz, yurish, mehnatda, fizik mehnatda bo'lish bu tuxumdonlarning massajiga, ya'ni qon aylanishini yaxshilanishiga yordam bergan va uzoq muddat hayz ko'rishi kuzatilgan. To'rtinchisi bu albatta nasliy moyillik hisoblanadi. Agarda sizda onangizda, buvingizda yoki opalaringizda erta hayzdan qolish kuzatilgan bo'lsa, albatta sizda ham bu holat kuzatilishi mumkin. Har bir ayol albatta ko'rikdan o'tib follikulyar rezervini, ya'ni follikulyarlarni zaxirasini bilib qo'ygani yaxshi bo'ladi.